Sizlar bilan yog'larim haqida gaplashamiz. Ko'rinyapti degan umiddaman. Chayna derevo, arganol va aloe vera yog'lari. Mana shu uchalasi haqida sizlarga bugun informatsiya berib o'taman. Xo'p, kelinglar birinchi arganol haqida gaplashamiz. Bu yog' juda ham zo'r yog'. Meni eng yaxshi ko'rgan bioorganический yog'im Marokkaniki 100% antioksidanti vitamin E bilan birgalikda qilingan. Bu yog'i o'zini ishlatsanglar bo'ladi pipetkalari bilan. Именно tirnoqlaringizga, teringizga, sochingizga intensivniy terapiya qilish uchun dashingizga ham sursangiz bo'ladi. Hijomadan oldin ishlatsangiz ham bo'ladi. Bolalarga sursangiz bo'ladi. Agar oyoqlaringiz yorilib bo'lsa, qo'llaringiz yorilib bo'lsa, qishda ham ishlatsangiz bo'ladi, yozda ham xohlagan paytingiz ishlatsangiz bo'ladi. Agar teringizda dog'li bo'lsa, dog'liga ham ishlatsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Ikkita, uchta tomchi qilib, buni qo'llarimizga surib, tirnoqlarimizga ham surib olamiz. Juda ham увлажнять qiladi. Meni terim quruq bo'lgani uchun mana shu yog'larni surib yuraman. Bilasizlar, yog' tanaga juda ham kerak. Xo'p, keyingisi chayna derevo. Chayna derevo bilasizlar, o'zini ishlatib bo'lmaydi, chunki bu dezinfeksiya hisoblanadi. Juda ham kuchli aromaterapiya. Agar buni ishlatmoqchi bo'lsangiz, yostiqqa bitta tomchi yoki-da paxtaga tomchi qilib plisosni ichiga tiqib qo'ysangiz bo'ladi, xonaga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Как aromaterapiya yoki-da kiyimingizga tomchi qilsangiz bo'ladi. 10 yoshgacha bolalarga mumkin emas. Tanangizga ham mumkin emas, lekin agar tanangizga ishlatmoqchi bo'lsangiz, surmoqchi bo'lsangiz, zaytun yog'i bilan birgalikda qilinadi. Zaytun yog'ini 10 tomchisiga bitta tomchi chayna derevo tomizilib, keyin уже yaralar bitishiga, papillomalarga, dezinfeksiyaga ishlatsangiz bo'ladi. Qulog'ingizdan sera yoki yiring oqib qotgan bo'lsa ham zaytun yog'i bilan aralashma qilib keyin tomiziladi. Bu dezinfeksiya hisoblanadi qizlar. Faqat organiskisini olish kerak.